Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugungi brifingda Yangiyer shahar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan batafsil ma'lumot berib o'tmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 7-noyabrdagi ko'p kvartirali uylarni boshqarish to'g'risidagi PQ 581-sonli qonuni va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasiga doir qabul qilingan qarorlar asosida ko'p kvartirali uylarni boshqarish sohasida maqsadli ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda shahardagi ko'p qavatli uylarga 5 ta boshqaruv tashkilotlari xizmat ko'rsatib kelmoqda. 2025-yil 1-may holatiga shahar bo'yicha 365 ta ko'p qavatli uylar mavjud bo'lib, ko'p qavatli uylarning 50 tasi 5 qavatli, 17 tasi 4 qavatli, 12 tasi 3 qavat va 286 tasi 2 qavatdan iborat. Shahardagi ko'p kvartirali uylarni 2025-26-yillar kuz-qish mavsumiga barqaror tayyorlash bo'yicha alohida dastur ishlab chiqilgan bo'lib, mazkur dasturga asosan Yangiyer shahrida 26 ta ko'p qavatli uylarni ta'mirlash rejalashtirilgan. Tasdiqlangan manzillar dasturiga asosan ko'p kvartirali uylardagi mavjud muammolarni hozirdan boshlab bartaraf etib borish bo'yicha barcha tashkiliy tadbirlar belgilangan. Dastur ijrosini ta'minlash maqsadida 2025-yilning o'tgan davri mobaynida shahardagi 13 ta ko'p qavatli uylarda ta'mirlash ishlari yakuniga yetkazildi. Jumladan 3 ta kirish yo'laklari ta'mirdan chiqarildi, 3 ta kodli qulf temir eshiklar o'rnatildi, 2 ta elektr taqsimlovchi shitlar ta'mirlandi, 8 ta ko'p qavatli uylarning yerto'lalarida muhandislik kommunikatsiya tarmoqlari ta'mirlandi, 2 ta uylarning fasad qismi ta'mirdan chiqarildi. Mazkur ta'mirlash ishlarini amalga oshirish uchun boshqaruv tashkilotlarining jami 95,8 million so'm mablag'lari jalb etildi. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha dastur ijrosi boshqaruv tashkilotlarining o'z mablag'lari hisobidan amalga oshirilishi sababli aholidan majburiy badal to'lovlarining undirilishi borasida qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi boshqarmasi va hududiy bo'limlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari hamda prokuratura idoralari tomonidan barcha zaruriy tashkiliy tadbirlar belgilangan. Ko'p kvartirali uylarda istiqomat qiluvchi aholining majburiy badal to'lovlaridan 1,61 milliard so'm miqdorda debitor qarzdorliklari mavjud bo'lib, 2025-yilning hisobot davrida aholidan jami 472,5 million so'm mablag'lar to'lovlar undirilgan. Debitor qarzdorliklarning undirilishida sud amaliyotidan ham foydalanish tizimi yo'lga qo'yilgan bo'lib, jumladan 2025-yilning o'tgan davri mobaynida sud tomonidan 274 ta qarzdorlardan 157 million so'mlik qarzdorlar majburiy tarzda undirish bo'yicha fuqarolik sudlariga da'vo arizalari kiritilgan. Ko'p kvartirali uylarni boshqaruv tashkilotlarining mablag'lari hisobidan 25-26-yillarda kuz-qish mavsumiga barqaror tayyorlash bo'yicha tasdiqlangan dasturdan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 6-martdagi PQ 93-sonli qaroriga asosan shahardagi 8 ta ko'p kvartirali uylarni bazalt qoplamasi bilan qoplash rejalashtirilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 11-martdagi uy-joy hamda bino inshootlarini issiqlik energiyasi bilan ta'minlash sohasini tubdan isloh qilish, binolarning energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ 100-sonli qaroriga asosan xalqaro moliya institutlaridan jalb qilingan mablag'lar hisobidan ko'p kvartirali uylarda energiya samaradorligini oshirish maqsadida 25, 26, 30-yillar uchun dastur ishlab chiqib tasdiqlangan. Mazkur dasturga muvofiq 2026-30-yillar davomida Yangiyer shahridagi 32 ta ko'p kvartirali uylarni 42,432 kvadrat fasad qismlari 25,4 milliard so'm miqdorda mablag'lar hisobidan bazalt qoplamasi bilan qoplash rejalashtirilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Yangi O'zbekiston massivlarini qurish va hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi PFI 32-sonli farmoni asosida Yangiyer shaharda Aljomiy mahallasi hududida Yangi O'zbekiston massivi qurish ishlari olib borilmoqda. Mazkur farmon ijrosi yuzasidan 2023-24-yillarda Yangiyer shahrida 16 gektar yer maydonida Yangi O'zbekiston massivi barpo etilishi belgilangan. Massivda tashabbuskor tadbirkorlar tomonidan bank kredit mablag'lari jalb qilgan holda 3 ta bosqichda 50 ta 1000 ta xonadonli ko'p qavatli uylar qurish rejalashtirilgan. Birinchi bosqichda 20 ta 5 qavatli 400 xonadonli turar joylar binosi qurilishi rejalashtirilgan bo'lib, ikkinchi bosqichda 30 ta 5 qavatli 600 xonadonli turar joy binolari qurilishi rejalashtirilgan. Hozirgi kunda 27 ta ko'p qavatli uy-joylar foydalanishga qabul qilingan. Shuningdek, Yangi O'zbekiston massivida bitta 990 o'rinli umumta'lim maktabi qurilish
yakunlanib, foydalanishga topshirish jarayonida. Bundan tashqari 180 o'rinli bolalar bog'chasi qurilishlari yakunlanib, obyekt foydalanishga qabul qilingan. Yangiyer shahar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bo'limiga O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 20-apreldagi 200 sonli qarori bo'yicha davlat xizmatlari markazlari orqali 444 ta arizalar kelib tushgan bo'lib, 355 tasi ijobiy xulosalar berilgan, 77 tasi rad etilgan bo'lsa, 9 tasi arizachi tomonidan bekor qilingan arizalardan iborat. Yangiyer shahar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bo'limiga 2025-yilning o'tgan davri mobaynida yuridik va jismoniy shaxslardan jami 40 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, ushbu murojaatlarning 37 tasi ijobiy hal etilgan bo'lib, 2 tasiga esa huquqiy ma'lumotlar berilgan. Ushbu murojaatlarning 2 tasi uy-joy qurish uchun yer ajratish masalasida bo'lsa, qolgan 38 ta murojaatlar ko'p kvartirali uylarni ta'mirlash hamda tutash hududlarni obodonlashtirish masalasidagi murojaatlardan iboratdir. E'tiboringiz uchun rahmat. Bo'ldimi?